çocuklarım, kanalımga xush keldilar. Tak bugun sizlar bilan ta'ziya bo'ladi. Bugun bizda mani birinchi video va obzor chek. Bu mani yangidan olgan просто ozgincha narsalarimga raspakovka chek bo'ladi. Men ertaga yangi vlog chiqadi. Bu to'yga olgan narsalarimga mini vlog bo'ladi. Men hali to'y vlog qo'yaman. Ertaga emas bu to'y. Bizda 29-noyabr to'y bo'ladi. Hamma to'yga taklif qilib qo'yaman. Birinchi olgan narsamni obzor chekasiz. Birinchidan bu oyimga bergan kollagenlarga ham qo'shaman. Bunaqa kollagen ishini ko'raman. Buni oyim ichib yuribdi. Çok doğru mu? Evet. Oyum. Ya kocaman gelganman. Va ikkinchi shunaqa bo'lib nima? Oypak. Bu ham bunaqa kerakmas. Va menga muhim narsa bu balzam. Men sochimga balzam yoqsam, yuramayman. O'zim otdim boya o'zi kechami ochdim. Kecha olganman. Va shunaqa spray sochga sepilgan. Men nimaga desam, to'yga tayyorlanyapman, bilasizlar. Va to'yga qarab sochimga sepilgan spray. Masalan, shunaqa krem. Soch ko'rsataman. Balzam sochga yoqadigan. Buni ham salonlaganman va shunaqa buni ochib ko'rsatamaslarga. Buni ochmadim hali. Sabrim chidamadi. Shunaqa mana. Sochi bari. Bir oshxonada surib Açayım. Ben oshxonada turib video tushirayapman. Men desam buni singlisi bor qizlar tushunadi. Oxirdan menga o'zimga qattiq yoqqan narsani ko'rsataman. Şu bo'lsa. Şimdi o'lgura. Qarab shunaqa. Sizlarga ko'rinmayapti. Shunaqa. Kulyapti. Açıldı mana. Ondan nima o'zini ham solmaganman. Qo'sib qo'shmagan. Bu ham sochga balzam. Va menga eng yoqqan narsa bu meni 130 mingga shunaqa giganskiy shampun. Buni men 130 mingga olganman. Shunaqa. Bu original. Bir safar men originalni fake olib qo'yganman. Qoraqalpoqchasida gapirib borsam, no, I'm sorry. Siz Yapon bilasizlarmi? Shu mani sinfdoshim bilan u aytgan. Men qoraqalpoqman debman, lekin qoraqalpoqman. O'zbekman. Просто Qoraqalpog'istonda tug'ilganman. Sizlarchi qaysi davlatda tug'ilganlar? Kommentariyaga yozinglar. Bu bizda qisqacha vlog bo'ldi. Menga eng yoqqan narsalar top ishtaliga. Hozir birinchi o'rinda bizga nima? Shampun. Ikkinchi o'rinda bizda spray, bu sochga bu ham. Uchinchi o'rinda hair mask. Do'stlar, bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Men boshida salom deb qo'yganlarim mendan kattalar ko'rib o'tgan bo'lsa, I'm sorry. Kamchimida.
Shu bilan bizlarni obzor chekimiz tamomlandi. Kimga to'y vlogmi yoki to'yga narsalarni obzor tushiraymi? Kommentariyaga yozib ketaman.